Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Men Hidayat Musacan. Bugün 5 ayının 21 günü cuma. Hammanglarning bugungi muborak cuma kuni xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər bugungi xəvərlər proqramımızning təfsilatida bo'lsin. Litva parlamenti 20 may günü mutlaq yuqori ovoz bilan qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan bostirishlarni insoniyatga qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchilik deb rasmiy e'tirof qilganligini jakarladi. Buning bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy e'tirof qilgan davlatlarning soni 5 ga yuksaldi. Bu yil 1 ayning 19 kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi tunji bo'lib Xitoy hukumatining Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarni asos qilgan yerlik musulmon millatlarga qaratgan keng ko'lamlik bostirishini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitganligini jakarlagan. Raqadilla 2 ayning 22 kuni Kanada parlamenti, 2 ayning 25 kuni Gollandiya parlamenti va 4 ayning 22 kuni Angliya parlamenti Xitoyning Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan qilmishlarini rasmiy yuzunda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilgan edi. Baltiq dengizi bo'yiga joylashgan va nufusi 3 millionga bormaydigan Litvaning Xitoyning shuncha qattiq besimi va tahdidiga pisat qilmasdan olgan bu jasur qarori dunyoni hayron qoldirdi. Shu kuni Xitoyning Litvadagi elchixonasi bu qarorga qattiq norozilik bildirib, bu Jongoning ichki ishlarga qo'pollik bilan aralashganlik deb chalvoq edi. Texi o'tgan oyda Xitoyning Litvadagi elchixonasi Litva parlamentiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilish loyihasi sungan parlament a'zosi Dovil Sakalin bilan bu loyihani qo'llagan boshqa parlament a'zolariga bevosita xat yozib besim ishlatgan edi. Litva parlamentining mazkur qarorida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi hamda Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida tekshirish olib berishga chaqirgan. Litva parlamenti yana Xitoy hukumatidan Uyg'urlarga yurgizayotgan qirg'inchilikni to'xtatish, qonunsiz ishga a'zo sodisiga xotima berish, barliq vijdon mahbuslarini darhol qo'yib etish hamda lagerlarni tezdan taqishni talab qilgan. Albatta Litva parlamentining bu tarixiy qarori chet ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarini va har qaysi ellarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizni cheksiz mamnun qildi. Bo'libmi Litva parlamentiga yuqorqi qaror loyihasini hozirlab sungan va bu sababdan Xitoyning embargosiga uchirgan jasur va go'zal parlament a'zosi Dovil Sakalin xonim xuddi Angliya parlamentiga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilish haqida qaror loyihasini sungan parlament a'zosi Nusrat G'ani xonimga o'xshashla muhojiratdagi Uyg'urlarning cho'nqur sevgisiga erishgan va ularning qalbida cho'nqur iz qoldirgan tarixiy shaxslarning biri bo'lib qoldi. Chet ellardagi qarindoshlarimizning ijtimoiy taratqularda 20 may kunini Litva Uyg'ur do'stlik kuni deb jakarlashi va o'zlarining to'g'ri sahifalarini Litva bayrog'i bilan bezishi Uyg'urlarning Litva parlamentining yuqorqi tarixiy qaroriga bildirgan cheksiz minnatdorligining va Litva xalqiga ko'rsatgan cho'nqur sevgisining ro'shan bir namoyandasi edi. Bu munosabat bilan 20 may kuni Dunya Uyg'ur Qurultiyi maxsus bayonot e'lon qilib, Litva parlamentining bu jasur qarorini qizg'in olqishlaydiganligini ifoda qilish bilan birga, mazkur qaror loyihasini hozirlab sungan Dovil Sakalin xonimga va uni qo'llagan barliq parlament a'zolariga Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirdi. Qurultayning bayonotida Yevropa birligiga a'zo boshqa davlatlarning Gollandiya va Litva parlamentlarining jasurona harakatidan ulgu olib, Uyg'urlar duchor bo'layotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun birdek harakatga o'tishi lozimligi. Bo'lib Xitoy tarafidan Sharq Turkistonda yo'lga qo'yilayotgan jazo lagerlari va majburiy emgak tizimining bekor qilinishi uchun amaliy va konkret qadamlarni besishi kerakligi ta'kidlandi. Bayonotda yana Germaniya, Belgiya, Italiya, Avstraliya, Yangi Zelandiya qatorliq davlatlarning parlamentlarida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining jiddiy muzokara bosqichida turayotganligi xotirlatib o'tildi va mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining va boshqa jinoiy qilmishlarining xalqaro jamoatchilik tarafidan texmo ko'p e'tirof qilinishga uchrayotganligi ta'kidlandi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan qilgan tabrik so'zida mundaq deb ko'rsatdi. 70 yıl komünistik hakimiyet aslında yaşayan bir xalqning bir parlamentining bundak bir karar çıkarışının üzeri başka Şarkı Avrupa devletlerinin komünist rejimi aslında izilgen milletlerinin Uyghur meselesiga ega chiqish nuqtai nazaridan tarixiy bir qadam deb o'ylayman. Xitoy hukumatı bugün o'zining jinoyatini yoshirish uchun Birlashgan Davlatlar Tashkiloti dunyoda har xil yolg'onchiliklarni, yasalma sahnalarni yaratayotgan bir vaqtda Angliya parlamentining keyin Litvaniya parlamentining yana bunday bir qarorni qabul qilganligi Xitoyning bu jinoyatdan qechib qutulmaydiganligi, dunyoning demokratik davlatlarining bu qirg'inchilikqa sukut tutmaydiganligi, amaliy harakatga o'tayotganligining aniq bir ifodasi va shundaqla Uyg'ur xalqiga berilgan cho'ng bir tasalli deb o'ylayman. Litva parlamentiga yuqorqi qaror loyihasi hozirlab sungan va bu sababdan Xitoyning embargosiga uchirgan parlament a'zosi Dovil Sakalin xonim mazkur qarordan keyin Litva parlamentlariga qilgan so'zida biz demokratiyani qo'llaymiz. Chunki biz 50 yil kommunizmning ishg'oliyati ostida yashashdek rahimsiz tarixni hargiz unutib qolmaymiz deb ko'rsatdi.
Matbuotlarda ko'rsatilishicha 20 may kuni Litva parlamentida o'tkazilgan ovoz berish yig'inida yuqorqi qarorga faqatla bir nafar parlament a'zosi qarshi ovoz bergan bo'lib, 7 nafar parlament a'zosi ovoz berish huquqidan voz kechgan. 86 nafar parlament a'zosi qo'llab ovoz bergan va natijada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi qaror loyihasi mutlaq ko'p ovoz bilan rasmiy ma'qullikdan o'tgan. Litva parlamentining yuqorqi qaroridan keyin Baltiq dengizi bo'yiga joylashgan va nopusi 3 milliondan oshmaydigan Litva davlati birdilla chet ellardagi Uyg'urlarning qiziq nuqtasiga aylandi. Ma'lum bo'lishicha Litva, Latviya va Estoniya qatorliq qo'shnilar bilan birlikda sobiq Sovet ittifoqining mustamlikasiga aylangan va kommunizmning zulmini yetkicha tatgan. Bu sababdan Litva xalqida mustamlikachilikdan va kommunizmdan qattiq nafrat qiladigan ruhiy holat shakllangan. Litva 1990-yili 11-mart kuni mustaqillik jakarlagan. Litva mustaqil bo'lgandan keyin hozirgacha dunyodagi mustamlikachilikka qarshi kurashda oldingi safdan o'rin ilib kelgan bo'lib, u Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotidagi Xitoy tahdidiga qarshi maydoni eng mustahkam bir davlat hisoblanadi ekan. Chet ellik analizchilar Xitoyning tahdidlari sababli moddiy manfaatlardan mahrum qoladiganligiga qaramay Litvaning o'z irodasidan qilcha tavranmasligi Yevropa davlatlari uchun oz ko'riladigan qimmatli bir o'lgini yaratib beradiganligi shubhisizdir deb qaramoqda. 20 may kuni mustabid kommunist Xitoy hokimiyatiga yana bir qattiq zarba Yevropa parlamentidan keldi. Shu kuni Yevropa parlamenti Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida o'tgan yilning oxiri tuzilgan mablag' selish kelishimini to'g'ritib qo'yish haqida maxsus qaror ma'qulladi va toki Xitoy taraf Yevropa parlamentining bir qism a'zolariga va Yevropa birligining ba'zi organlariga Uyg'urlar masalasi sababli bu yil 22 mart yurgizgan embargo qarorini amaldan qoldirganga qadar Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasida tuzilgan mablag' selish kelishimini to'g'ritishni davomlashtirganligini, shundaqla bu jihatdagi butun muzokara va suhbatlarni to'xtatganligini jakarladi. 20 may Yevropa parlamentida o'tkazilgan ovoz berish yig'inida mazkur qaror 599 nafar parlament a'zosining qo'llab ovoz berishi, 30 nafar parlament a'zosining qarshi turishi va 58 nafar parlament a'zosining ovoz berish huquqidan voz kechishi bilan rasmiy qabul qilindi. Yevropa birligining mazkur qarorida Xitoyning o'ch ilish xarakterlik embargosining Yevropa-Xitoy munosabatlarini keyniga chekindirib o'tganligi, Yevropa birligining va uning barliq organlarining cho'qim o'zaro zich ittifoqlashib, Xitoyning Yevropa demokratiyasiga qilayotgan hujumlarga taqobil turib, Yevropaning o'rtaq qimmat qarashlarini muhofazat qilishi lozimligi ta'kidlandi. Qarorda yana Xitoyning Uyg'urlarga va Hongkongliklarga yurgizayotgan bostirish harakatlari va Tayvanga qaratgan tahditlari davom qilayotgan bugünkidek bir paytda, ya'ni Yevropa ittifoqi bilan Xitoyning munosabatlari burunqidek taraqqiy qilishi aslo mumkin emas deb ko'rsatildi va Xitoyning tahditlariga qarshi Yevropa ittifoqining bundan keyin Amerika bilan yaqindan hamkorlashib o'rtaq harakat ilib boradiganligi ta'kidlandi. Yevropa parlamentining yuqorqi qaroridan keyin Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhou Lijian bu qarorga norozilik bildirib, Yevropa ittifoqi bilan Jongo o'rtasida tuzilgan mablag' selish kelishimi hargizmi bir tarafning yana bir tarafga qilgan iltifoti emas, balki o'zaro naf ilishga tayangan bir kelishim. Jongoning Yevropa parlamentining ba'zi a'zolariga va organlariga qaratgan embargosi faqatla o'z manfaatini qo'g'dash uchun ilingan qaror bo'lib, biz Yevropa ittifoqining embargosiga embargo orqali javob berdik. Bizning bu javobimiz haqli bir javob deb ko'rsatdi. Yevropa ittifoqi bilan Xitoy 7 yillik suhbatdan keyin oxiri o'tgan yil 12-oyning oxirida g'oyat zo'r so'mlik mablag' selish kelishimi tuzgan bo'lib, Yevropa ittifaqidagi 27 davlat va Yevropa parlamentining uni tasdiqlashi kerak edi. Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan majburiy emgak tuzumi toza yuqori pallaga ko'tarilgan bir paytda tuzilgan bu kelishim, ayni chog'da Yevropa ittifaqidagi ba'zi davlatlarning qarshiligiga uchrab qolmasdan, Dunya Uyg'ur Qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq noroziligini qo'zg'agan edi. Yevropa ittifoqi bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatlarning yomonlashishiga sababchi bo'lgan bir-birini jazolash harakatining qisqacha jarayoni tuvandikicha. Oldi bilan Yevropa parlamenti 2020-yili 17 dekabr Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak tuzumiga qarshi jazolash tadbirlaridan yo'lga qo'yish haqida maxsus qaror qabul qildi. Buning bilan Sharq Turkistondagi bostirish siyosatlarida jinoyat javobgarligi bor deb qaralgan Xitoy amaldorlarini jazolash va Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan majburiy emgak tuzumiga sherik bo'layotgan va uningdan naf ilayotgan Yevropa shirkatlariga cheklash tadbirlarini yo'lga qo'yishning yo'li rasmiy ochildi. 2021-yili 22 mart kuni 27 davlatga vakillik qilayotgan Yevropa ittifoqi Uyg'urlarga qarshi yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilikda jinoyat javobgarligi bor deb qaralgan 4 nafar Xitoy amaldoriga jazo yurgizganligini e'lon qildi. Bu Yevropa ittifoqining 1989-yildan buyon tunji qitim Xitoyni jazolashi bo'lib hisoblanadi. Yevropa ittifoqining mazkur qaroriga Yevropa birligida bo'lmagan Amerika, Kanada va Angliyaning qo'shilishi bilan jami 30 davlat tomonidan o'rtaq ilingan tarixiy bir qaror bo'lib qoldi. Jazolashga uchirgan bu 4 nafar amaldor bo'lsa Uyg'urlarni keng ko'lamda lagerlarga solashning aktiv ijrochisi bo'lgan atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik jamoat xavfsizlik nazoratining noziri Chin Mingo, Uyg'ur Abdunum rayonlik partiyasining doimiy hay'at a'zosi, siyosiy qonun komitetining sekretari Wang Mingshan,
Uyghur Abdunum Raylık Partikomunun muavin sekretari, Pyeongtan Partikomunun sekretari Wang Junjing, Uyghur Abdunum Raylık Partikomunun sabık muavin sekretari ve Siyasi Kanun Komitetinin sekretari Jo Haylun qatarlıqlardan ibaret. 22 mart günü Amerika Uyg'urlarga qaratilgan irqiy qirg'inchilikda roli bo'lgan Sharq Turkistondagi Jallod qo'shin atalmish ishlab chiqarish va qurilish Pyeongtan partiya komitetining sekretari Wang Junjing va atalmish Uyg'ur Abdunum rayonlik jamoat xavfsizligi nazoratining noziri Chin Mingo'dan iborat bu 2 nafar Xitoy amaldorini yer shari magnitskiy qonuni orqali jazolaganligini e'lon qildi. Buningdan qattiq sarosimiga tushgan mustabid kommunist Xitoy hokimiyati shu kunida buningga darhol o'ch ilish xarakteridagi harakat bilan javob qaytardi. Xitoy hukumati Jungo haqida yolg'on va saxta uchurlarni yomon g'arazda tarqatgan deganni ilgari surib turib, Yevropa parlamentining a'zolaridan Reinhard Butokofer, Michel Gehler, Rayphel Koluksman, Ilhan Küçük, Merim Lexman, Sijort Weimer, Samuel Kogolati, Doyle Sakani va germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zinis qatorliqlardan tarkib topgan 10 kishiga va shundaqli Yevropa Kengashi siyosiy va xavfsizlik komiteti, Yevropa Parlamenti kishilik huquq tarmoq komiteti, Germaniya Merkat tadqiqot markazi, Dunya Demokratik ittifoq fondi jamiyati qatorliq 4 o'ringa jazo tadbiri qo'yganligini jakarladi. 26 mart günü Xitoy hukumati yana Angliya parlamentining Nusrat G'ani qatorliq 5 nafar a'zosini o'z ichiga olgan 9 nafar shaxsga va Angliyadagi Xitoy tadqiqot gruppasi, Konservativlar partiyasining kishilik huquq komiteti, Uyg'ur sud kollegiyasi, Eskiz advokatlar birlashmasi qatorliq 4 o'ringa yomon niyat bilan ig'vo tarqatgan, yolg'on uchur tarqatgan degan bo'hton bilan jazo yurgizganligini e'lon qildi. Bunun bilan to'xtab qolmagan Xitoy hukumati yana 27 mart günü Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining raisi Gail Manchin va muavin raisi Tony Perkins, shuningdek Kanada parlamenti a'zosi Michael Chongga embargo yurgizganligini e'lon qildi. Xitoyning 3 ilish xarakterlik bu xil qilmishi Uyg'urlar masalasida G'arb dunyosi bilan Xitoy o'rtasida yuz berayotgan talash-tortish va to'qinishning yanada kuchayishiga sabab bo'ldi. Yevropa ittifoqida Xitoyga qarshi sadolar uzluksiz kuchaydi. Angliya parlamenti 22 aprel kuni Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan qilmishlarini birdak ovozda irqiy qirg'inchilik deb qabul qilish orqali Xitoyning bu xil o'ktamligiga ajallik javob qaytardi. Yevropa birligining a'zosi bo'lgan Litva parlamentining 20 may kuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy qabul qilib qaror ma'qullashimi mohiyati Yevropa ittifoqining Xitoyga qaytargan yana bir inkosi edi. Kuzatuvchilarning qarashicha o'tgan yilning oxiri Xitoy bilan Yevropa ittifoqi o'rtasida tuzilgan mablag' silish kelishimi Xitoy uchun hayotiy qimmatga ega bo'lib, Xitoy yuqorqidek 3 ilish xarakterlik embargolari orqali o'zining putiga o'zi palti chapgan. Chunki bu qitimqi mablag' silishni to'ntish qarori Xitoyning iqtisodiy sistemasi uchun og'ir ziyonlarni paydo qiladi. Xitoy embargo qo'ygan siyosiy yo'llarning biri. Yevropa parlamentining Germaniyadan bo'lgan a'zosi Reinhard Butokofer Yevropa parlamentining qarori haqida to'xtalib, Xitoy chotni xato so'qib kelyotdi. O'zlarining bu xatoliqidan saboq elishi lozim deb ko'rsatdi. Dunya Uyg'ur Qurultiyi bilan xalqaro kishilik huquq mulozimat organining birlikda uyushtirishi va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ayollarni kamsitishga qarshi xizmat guruhining raisi Elizabeth Burudov xonim bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyining programma yetakchisi Zumrat Erkin xonimning o'rtaq riyosatchiligida 25 may seshanba kuni lager shohidi Gulbahor Jilolova xonim bilan lager shohidlarining sadosi nomli to'r suhbati o'tkazildi. Ammaga ochiq bo'lgan mazkur suhbatning yig'ini inglizcha, ispancha, fransuzcha va uyg'urcha tillarga tarjima qilinadi va yig'in qatnashchilarining turli savollarga javob beriladi. O'tgan yildan buyon Dunya Uyg'ur Qurultiyi jasur lager shohidi Gulbahor Jilolova xonimning lagerdagi ichinishli sarguzashtlari, shundaqla uning Uyg'ur xonim qizlarining jinsiy zo'ravonlikqa uchrash, majburiy tug'mas qildirish va turli qiynashlarga duchor bo'layotgan ahvoli haqida ta'minlagan qimmatli uchurlarni ratlab chiqib maxsus dokladlashtirib, uni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining munosabatli organlariga yo'llab bergan. Bo'libmi bu vaqtdagi doklad Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ayollarni kamsitishga qarshi xizmat guruhining kuchli diqqatini qo'zg'agan edi. 25 may kuni Yevropa vaqti tushdan burun soat 11 da boshlanadigan bu ochiq suhbatga o'zingizni Dunya Uyg'ur Qurultiyi markaziy ishxonasining kotibi Erkin Zunun apandimga oldin tizimlatish orqali bevosita qatnasha olasiz. Aloqalash nomeri 0049 176 616 19 262. Sharq Turkistonda Uyg'ur nashriyatchiligi Xitoy tarafidan butunlay vayron qilinib, Uyg'ur tilidagi kitoblarning nashr qilinishi asosan cheklanayotgan bir paytda Dunya Uyg'ur Qurultiyi nashriyat markazining mudiri, Turkiyadagi Taklamakan Uyg'ur nashriyatining xo'jayini vatanparvar diniy ulamolarimizdan Abdujalil Turan apandim tarafidan yezilib yangi nashrdan chiqqan Uyg'ur Islom ensiklopediyasi nomli cho'ng tipdagi asar muhojiratdagi qarindoshlarimizning qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Bu ay nashrdan chiqqan mazkur kitob bo'lsa Uyg'urlar yozgan tunji islom ensiklopediyasi bo'lib, 230 batdan tarkib topgan kitobga 333 turlik modda,
ya'ni 333 mavzu kirgizilgan. Mazkur kitob haqida to'xtalgan Abdujalil Turan apandi Uyg'ur tilida bir qomus yozib chiqish fikrining 1986-yili Misrda o'qiyotgan vaqtida paydo bo'lganligini bayon qilib mundaq dedi. Uyg'urlarda ensiklopediya bo'lishi uzun yillik orzuyim edi. Chunki men 1986-yili Misrda o'qiyotgan vaqtimda tunji qitim ensiklopediya bilan uchrashgan edim. Men tunji qitim ko'rgan qomus inglizchadan arabchaga tarjima qilingan, ammo tarjimasi texi to'liq tamomlanmagan 10 necha tomliqda islom ensiklopediyasi edi. Turkiyaga qaytib kelgandan keyin turli ensiklopediyalardan to'pladim va o'qib baqdim. Xudoga shukr, 5 yillik tayyorlik, izdanish, material to'plash, izchil tadqiq qilish natijasida qo'llanıladagi Uyg'ur islom ensiklopediyasini foydalanishinglarga sundim. Kitobning avtori Abdujalil Turan apandi mazkur qomusning mazmuni to'g'risida to'xtalib mundaq dedi. Kitobga kirgizilgan bir qism moddalar islomiyatga yoki Uyg'urlarga bevosita munosabatlik bo'lmasa-mu, islom jamiyatiga, islom muhitiga, islom e'tiqodiga, Uyg'urlarning falsafa ideyasiga, turmushiga, urf-odatiga, madaniyatiga va tarixiga ta'sir ko'rsatgan omillar, voqealar va hodisalarni o'z ichiga elishi qomusning vazifasi bo'lg'achqa ensiklopediyaga kirgizildi. Bu kitob sizga tariximizda o'tgan olim ulamolarimiz haqida, Sharq Turkiston tarixi va jug'rafiyasi, turli islom dunyosining tarixi va jug'rafiyasi haqida, bo'libmi diniy atalg'ular haqida qisqacha to'g'ri, meg'izliq ma'lumot beradi. Abdujalil Turan apandi Uyg'ur islom ensiklopediyasi nomli kitobni Uyg'ur ideologiyasiga moslashtirib yozishga tirishganligini bayon qilib bundaq dedi. Uyg'ur islom tarixida, Uyg'ur siyosiy tarixida va Uyg'ur madaniyat tarixida bu shaklda, bu uslubda bundaq bir kitob bundan burun yozilib boqqan emas. Gerçi bundaq kitoblar islom dunyosida, g'arb ellarida 100 yillardan buyon ko'p yozilgan va keng tarqalgan bo'lsa-mu, bizda bundaq bir kitob ilgari yozilmagan bo'lg'achqa, bu kitobni Uyg'ur ideologiyasiga moslashtirib yozish uchun o'nlarcha kitobga murojaat qilishga, kitobga kirgizilgan moddalarni qayta pishig'lashga to'g'ri keldi. Kitobga 333 modda kirgizilgan bo'lib, kitobga kirgizilgan moddalar ilib va tartibi bo'yicha tizilgan. Shunga bu kitobni boshdan oxiri o'qisangizmi, oxirdan boshqa o'qisangizmi yoki bilmoqchi bo'lgan biror moddani o'qisangizmi bo'laveradi. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi Uyg'ur islom ensiklopediyasi nomli asarning nashr qilinganligi munosabati bilan Abdujalil Turan apandimni alohida tabriklash bilan birga, uning uzun yillardan buyon chet ellarda Uyg'ur nashriyatchiligini taraqqiy qildirish va Xitoy tarafidan cheklangan qimmatli milliy asarlarimizni qaytadan nashr qildirish va muhofazat qilish jihatlarida ko'rsatib kelgan zo'r fidokorligi va tirishchanligiga rahmat etdi. Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati tarafidan bu yil 9 aprel kunidan e'tiboran Adlay shahridagi Xitoy konsulxonasi oldida har juma kuni ilib berayotgan uzun muddatlik norozilik namoyishi 7-haftasiga qadam qo'ydi. Bugun, ya'ni 21 may juma kuni tushdan burun Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining raisi Nur Muhammad Turkistoniy apandimning bevosita riyosatchiligida yana Adlay shahridagi Xitoy konsulxonasining oldida to'plangan fidokor qarindoshlarimiz mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan rahimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qattiq la'nat o'qish bilan birga Avstraliya hukumatini va Avstraliya parlamentini Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda e'tirof qilib, Xitoy hokimiyatiga qarshi amaliy jazo va embargo tadbirlarini yo'lga qo'yishga chaqirdi. Sharq Turkiston Avstraliya jamiyati mas'ullarining istansimizga bildirishicha, Xitoyning xalqimiz ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi turishni asosan maqsad qilgan bu namoyish taxminan yarim yilgacha izchil davomlashadi va har juma kuni shu joyning vaqti tushdan burun soat 10 dan 11:30 gacha ilib beriladi. Adlay shahrining Jo'stin rayonida yangidan qurilgan Xitoy konsulining bu yil 30 martdagi ichilish murosimi Uyg'urlarning kuchli noroziligiga uchragan bo'lib, Xitoy konsuli joylashgan Jo'stin rayoni aholi vakillarimi bu rayonda Xitoy konsulxonasining qurilishini asla xohlamaydiganliklarini, shunga uning darhol taqilishi lozimligini talab qilib kelmoqda. Hurmatli uzr ko'pchilar. Yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күндилик xəvərlər programmasida diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq programmamızda görüşəylik. Görüşkiçə aman bo'lgaysizlar. Xeyri xoş.